Aleyküm hürmetli kanalımız a'zolari, YouTube tomoshabinlar, yine bir gün qo'un taruzlara dori berish ishlarini olib qo'yapmiz. 60lik selkada qo'un taruz ekilgan, qorib yorib dori berib o'tmiz. Biz traktorda necha dori berishlik usullarni ham ko'rsatamiz. Yine traktor dori berib o'tdi. Yine 60lik selka. Hozir ketuvasi ishlarni olib qo'yapmiz. Qo'llar o'g'irlagan. Hozir dori berib sug'orish tayyorlash ishlarni olib qo'yapmiz. Sug'orish mumkin bo'ladi. Agar suv kerak bo'lsa, talab etsa, har ikkichilikdan birisini sug'orish mumkin. Shunda natija beradi. 60lik selkada kelgan bola qo'lga boshladi. Qo'llari dori sepish mumkin ham bo'ladi endi. Qurtqa qarshi bo'lmasa qo'llari mevasini qurt tushib ketishi mumkin. Haftadan 10 kundan faqat dori sepish kerak. Ne ish usulda dori berib o'tmiz. Dorini gektarına 350-400 kilo karbamid beryapmiz. Ozroq bersam bo'ladi. Endi yering gücüne bog'liq. Ko'proq bersam bo'ladi. Yeri ajizroq bo'lsa. Netmine qorib yorib dori berib o'tmiz. Sug'orish usullarini ko'rsatamiz. Qaramli bo'lsa olish kerak, sayraklab qo'yish kerak bo'ladi. Har 1 metrdan 1,5 metrdan bir dona bo'lsa yaxshi bo'ladi ekan. Qo'llarimizni bir ara yozib ketgan. Adashmasam gurvak bo'lishi kerak bo'ladi. Traktorni ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar. Iş usulda dori beriladi. 60lik selka. Kovundan kovunadın 60 santimetre. Yine iş kovundan bu kovunadın 60 santimetre. 60'lık selkede kelgan bola. Paxta kelgan selkede. Ya, qarasa meva giradi bular tezara. Suv tayyorlab turibmiz hozir. Dorilash usullarini ham ko'rsatamiz. Kovun qurtga qarshi dorilash kerak. Bundan ma'lumotlar ko'ramiz. Ish usullar kuzatib boringlar albatta. Ettik, dori berdik. Kanalımız a'zolari. Keyingi natijalarni ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. 3-iyulni edi. 2021-yil havo harorati bu dar yaqindagi mo'yilliklarda kuzatilmay issiqlik bo'lib, hozirgi vaqtda 44 derece issiq kunda. 44 degani bilan bu 48-50 gradus. Kum yerlarda bu issiqlik albatta qo'un taruzlara yaxshi foyda beradi. Qo'un taruzlarni yurish yaxshi bo'ladi. Unchalik issiq bo'lsa shunchalik yaxshi bo'ladi. Tez harakat etadi. Neyse usulda ilk vasiyat dori berdik. Bizning kuzatishda davom etinglar. Kanalimiz a'zolari. Sog' bo'linglar.